Assalomu alaykum vatandaşlar. Mustaqillik yo'lida izlanish programmamizning 66-soniga hoş geldinglar. Bugun biz Aqtaşlıq kitap ve boshqalar degan temaning 4-soniga bizning hukumatimizningki Cumhur raisi doktor Mamtum Nala efendimni taklif qildik. Programmamizga hoş geldiniz. Hoş bulduk. Rahmat. Sizni bu programga chaqirib qilyapmiz. Siz oldingi qitimliq programmamizda tariximiz mayli sharaflik bo'lsin yoki nomuslik bo'lsin, u bizga mansubdir. Uni qabul qilishimiz kerak degan edingiz. Qarxonlardan qolgan tarix bizning bo'lsa, Appoq xo'jadan qolgan tarixmi bizning. Siz yaqinda X qo'ygan tuvandagi yozmangizda bu nuqtani texmo cho'nqirlashtiribsiz. Tarixingni qabul qil. Bu o'zingni qabul qilishning bir yo'li. Buningdagi g'olibiyatlarni, sharaflarni va esilliklarni emas, balki mag'lubiyatlarni, xatoliklarni va qorong'uliklarni qabul qil. Uni bir butunligi bilan o'zingning borligiga yug'urib et. Shundala o'zingning bir butunligiga ega bo'lasan. Teran ichki tinchlikka erishsan. Bir cheksizlikka yuzlansan. Shundoq. Tariximizdan ozuq olmagan ro'yimiz ichki teranlikka va tinchlikka erisholmaydi. Siz yana X'da tuvandagi yozmani qo'yibsiz. Hech qanday bir suiqasdlarni qanchalik maxfiy planlasin va ilib borsin, cheksiz o'zgartib, yengilab mangolmaydi. Hamon ularni takrorlaydi. Takrorlikda bir andiza qoldirib mangadi. Andiza ularning kelgusidagi suiqasdlarni oldin milcharlashga yo'l ochadi. Shuning bilan ular ya fosh bo'ladi, ya ularning suiqasdiga qarshi tadbir ediladi. Oqibat ularning suiqasdlari oxirlashadi. Deganlaringizdan bizning tarix o'rganishimizmi dal raqiblarimizning suiqasdini bilib menish jarayoni deb qarayman. Bugun biz so'zlamoqchi bo'lgan Sharqiy Turkiston ishg'ol qilingan davlat deganimizmi dal tarixiy asosimizdan keladi. Sizni bu Aqtaşlıq kitobni sharhlashga ko'p malol qildik. Buning uchun sizga eng cho'nqur tashakkurimizni bildiramiz. Yaqinda sizni yana avar qilmaymiz deb va'damizni bildiramiz. Sizga ko'p rahmat. Alloh ajringizni katta qilsin. Bugungi temamiz dal bizningki Sharqiy Turkiston besilingan zamin bo'lgani uchun yana sizni savol bilan bu suhbatga taklif qilamiz. Sharqiy Turkiston qanday zamin? U kimning? Sharqiy Turkiston besilingan zamin deyishimizning asosi nima degan savoldan boshlagan bo'lsangiz. Marhamat. Rahmat. Aldı bilan sizga rahmat aytaman. 66 qismga kelgacha bu programmani uzunlikda davomlashtiryapsizlar. Men yaqinda jiq chiqib qoldim. Adam qirg'an sira jiq gap qilishni xohlamaydigan bo'lib ketdi. Rasmni desam, menga bu jiq huzurli gap emas bu, ammo kitob bo'lmasa chiqib ketmaydim. Kitobga kelay. Sharq Turkistondagi nadligi, Sharq Turkistonda yashaganlarning kimligi va ularningki siyosiy huquqlari va boshqa tarixiy ahvollar haqida necha vaqtdan so'zlashib kelyapmiz. Uy bizningki, uy Uyg'ur qatorliq Turkiy xalqlarningki, qadimda shunda olib kelgan. Bu xalqlarningki irqi aqtallik Indo-Yevropan irqi bilan Turkiy proto-turkik irqlarningki necha ming yillik birlashish barliqqa kelgan bir uzun bir Sharq Turkiston kulturini yaratgan bir xalqningki bir avlodi biz. Endi buni biz besilangan zamin deymiz. Besilangan zamin bo'lish uchun oldi bilan biz zamin yoki bir territoriya yoki bir davlatni tushunish kerak. Bu besilangan davlat deymiz-ku. Buni occupied nation deymiz. İngilizcesi bu. Endi besilangan zamin bo'lish uchun bu yerda oldi bilan davlatningki ta'biri kelmasak bo'lmaydi. Davlat deganimiz birisi muqim bir aholisi bo'lgan, muqim bir belgilangan territoriyasi bo'lgan, o'zining hukumati bo'lgan va boshqa davlatlar bilan tashqi ishlar jihatda aloqa, mustaqil aloqa olib bora oladigan bir gavdini biz davlat deymiz. Sharqiy Turkistondagi necha ming yillik tarixi davlatningki bu to'rt cho'ng bu dunyodagi nurg'un xalqaro ahdnomlarda va qonunlarda banasi bu bizningki o'ydirib chiqarganimiz emas. Bu to'rt shartga Sharqiy Turkiston tamoman tushadi. Birinchisi
Abayqı deganimdek bu yerdagi aholi qadimdan tortib aşağıda necha ming yillardan beri yashab kelayotgan. Agar turg'un olmasdan gapini ilib aytsam 8 ming yillarga bordi. Boshqa yozma tarixi arsak kam deganda 3 ming 4 ming yillik tarix bo'ladi. Uzun bir tarix. Agar turg'un olmasi bilan bu ikki tarixni o'rtasiga olsak 5 ming yildan ortiq hatta Xitoyning tarixidan uzun bir tarix va bir xalqlar o'ltirib ashqan mushani o'zining ona vatani qilgan mushuna bir vatan bu. İkincisi belgelengen territoriyası var. 128.438 mil kvadrat kilometre gayet zor bir zemin var. Bu ikincisi. Hükümet degan vaqtida biz tarixdan bir hükümet kurup gelgen. Gerçi Çin sulalısınınki asartı düşken bolsakmı, bu vaqtda Xitoy mı Çin sulalısının asartı düşken. O'xshash. Yat millat bizga yat, Xitoy uchun mi yat bu? Agar Xitoy o'zining qadim xandonligini ishqab turib, Xitoy zemini bizniki deydi ekan, biz o'xshash uslubda Sharq Turkistonning zemini ham bizniki deymiz. Agar dushmanda qo'g'lab chiqargan bo'lib, o'zininki Xitoy shovinizm va millatchilik ustiga qurilgan milliy davlatni qurmoqchi bo'lgan bo'lsa, Sharq Turkistonliklarmi dal shuning o'xshash usulni qo'llanyapti. Ya'ni biz tajovuzchilarni chiqarib o'tib, xuddi Xitoylar Sunjungsan, Manjularni nimaninki teg'ininki sirtiga qo'g'lab chiqarmaymiz degandek gapni qilgan bo'lsa, bizmi Xitoyni yumin qo'vqininki ichiriga surib şey qo'g'laymiz desak tamamen bo'ldi. O'xshash paralel narsa bu. Bizning mustamlikimizning haqiqiy boshlanishi 1949-yili Xitoy armiyasiningki Sharq Turkistonni 12-ayning 22-kuni Xitoy Qizil armiyasi yoki Ozodlik armiyasi besib kirgan kunda tortib boshlandi. Odatda besiblangan zemin degan gap xalqarodagi qonunlarga ko'ra dushman kuchninki armiyasi orqali yerlik xalqlarni va uning hukumatini besib olish, ularning armiyasini ya yo'qotish ya ularni qurolsizlantirishni ko'rsatdi. Endi Türkiston ikki qatim cumhuriyet kuruldu 20. Anımız bilimiz. Bunu tekrarlab o'tirishning hojati yo'q. Ikkili cumhuriyetda abay deganimda 4 omilning bir davlatni davlat qilib turgan 4 omilninki hammasi tal. Demak, bunda bo'lgan vaqtida bizningki besib kirgan Xitoyninki bu ishg'oliyatida ne oxirlashtirish uchun va o'zimizningki yo'qotgan ikki cumhuriyetimizda asliga keltirish ilib bo'lgan kurashlarimizning hammasi meyli tarix nuqtasidan bo'lsin, meyli siyosat nuqtasidan bo'lsin, meyli axloq nuqtasidan bo'lsin, meyli dinimizning prinsiplar nuqtasidan bo'lsin va texnimi muhimi xalqaro qoida qonunlarningki ro'yiga ko'ra tamamen haqliq bir qarshilik harakati bu. Ayni vaqtda ikkinchi cumhuriyet vaqtimizda Sharq Turkistonninki zemini hozirgidek zeminda xalqi enerji chaqda hammasi Xitoyga, ya Xitoy bosqinchilarga qarshi turgan. Gomindang nomidagi albatta, ammo o'xshash. To'g'ri. Shunga qarshi turgan. Ammo shu 1949dan keyin 40 mingdak armiya, buning ichida Uyg'urlar bor, Qozoqlar bor, Qirg'izlar bor, O'zbeklar bor, Tatarlar bor va turkiy millat bo'lmagan Shivalar bor, Mo'ng'ullar bor va boshqalar bor. Bu 40 ming armiya asta qurolsizlantirildi, tarqoqlashtirildi va mazasiz, bema'ni va bosh oxir chiqmaydigan odamning ro'yini vayron qiladigan emgaklarga silinib vayron qilindi. Sharq Turkistonninki milliy armiyasi mushundaq vayron qilindi. Bu haqda sizlarni men atalmış so'zni ig'izg'im og'im yo'q. Shu atalmış nima madaniyatininki 1990-yil 1-2 sonda Zo'rdin Sabirning kech ko'zlaydigan bir nimasi bor. Posti. Nadrov Zehrullam deydigan shu Sharq Turkiston Cumhuriyatida xizmat ko'rsatgan qahramon bir askar bizniki suyumlik bir qahramonimizningki 1949dan keyingi echinishli hayoti aks ettirildi. Agar bizningki 40 ming shu armiyamizningki keyin qanday kunlarni ularningki ezilganligi, siyosiy jihatda gumonlanish majbur bo'lganligi, ularning pipan qilinganligi, arzimas va bema'ni emgak silinish orqali ro'y vayron qilinganligi, ba'zilarininki
hatta ümitsizlanib haraqqa ve başka işler berilgenlikler intayin içinişlik bir tarix var. Bunu okup çıkışınlarını ben tavsiye kılıman. Tabi bugün ettigen onu körep çıktım. Üzerime tapkıl oldu iken bunu torloda. Gepim kaytıp gelsem, demek öy öydükiden ilk biz u yerda bir öýünü başqurdigan bir sistemini biz özümüz qurgan. Andikin hoşna xonumlar bilen biz qanday aloqa qilishni bekitgan. Juda qilib kelgan. Bu ikki jumhuriyatlar emas, hatto Yaqub Bekning davridagi 7 shahar davlati yoki Qashqariya davlatining mana shu 4 shaharga tushadigan harakatlari va hukumat qurilmasi bo'lgan. Hatto ular ayni vaqtdagi Angliya hukumati bilan nurg'unlagan, odamni hayron qoldiradigan shartnomalarni tuzishgan. Agar bu Zozongtangning qo'shinlari 7 shaharni vayron qilmagan bo'lsa, hem ichki qismimizda Yaqub Bekga qarshi turadigan kuchlar, ham birlashmagan ash kuchlar bu o'zining zavoli uchun xizmat qilmagan bo'lsa, Qashqariya davlat vaqtida biz mustaqillab ketdik. Shu chaqdilla hozirdan yaxshilatdik. Xayriyat, bu tarix katta abadsiz deb o'tgandek, bu qadar ochiq bo'lsa, bu tarixni qabul qilmasak bo'lmaydi. Mush ochiqni, mushu hasratni, mushu nadomatni kuch qilib turib, ümitlenip turib aldığımızı mağmasa koymaydı. Sözüm tüydü bu soru. Rahmet. Bu sizin deganlaringizning hammasi bu kitapta tafsili yezig'liq. Hem bunun Uyg'urchasini ben işlemez siz çoqumchiq emgak singdirib vujudga chiqarsiz. Bu Uyg'urchasini saqlab turganlar bek ko'p. Inglizchadan foydalana oladiganlar bundan foydalansa, buning ichida bak tafsili yezilgan. Hamda sizning mantiqingiz bo'yicha, sizning deganlaringiz bo'yicha bo'lganda biz Asiminning egisi bu mutlaq besilingan zaman işgaliyet astidagi davlat. Ama eğer Şarkı Türkistan besilingan davlat olsa, yani işgaliyet astidagi zaman olsa, Xitoy hukumatidan insof tilab, kishilik huquqimizni ulardan o'tinish mantiqiga uyg'unmi? Acaba sarxillarimiz, nochilarimiz bu mantiqni tushunmasmi? Asli kishilik huquqda gunoh yo'q. Asli qila olsak. Asli kişilik hukukun asası tabii hukuklar. Kısa bir tarih veriyor tabii ya da kişilik hukukun anısı tabii hukuklar. Tabii hukuklar dediğimiz bu Avrupa'da 17. 18. asırlarda büyük bir akartış hareketi ilk verildi. Orta asırdaki karanlıkçılıkka hatimi verip insanın aklının nüfuzlu unutmuş arkalıp enevi nüfuzlara karşı can kıygan bir iklim buldu. Şahsının hukukları takiplendi. Bunun en büyük filozoflardan John Locke'ne tilgeliş mümkün. John Locke'nın demesiyle insanlarda tabiat yoki Xudo tarafidan ato qilingan tabiiy hukuklar bo'ladi deb qaraydi. Bu hukuklarning birisi liberty deydi. Ya'ni erkinlik. Bu küçük ketmaydi. Buni hamda freedom desam bo'ladi. Freedom bilan liberty azaq farq var. Buni Uyg'urcha chiqarmaymiz. Amal yo'q hamda. Hem de şu erkinlik dep turar buna erkinlikning bo'lishi va mal mulkning bo'lishi insonninki mavjudligidagi eng asosiy huquq. Hech kim buni tatib olmaydi. Bu universal, hech qanday podshohlik, hukumat har qanday narsani tatib olmaydi deydi. Bu natural rights degan gap bu. Bu natural rights yani tabiiy huquqlar Amerikaningki asosiy qonuniga kirdi. Söz qilish huquqi, fikr huquqi, aşırılıqı 10 amendment deyildi o. Amerika'nın mandaşılık ettiği vaqtida Xudosiz bir xil diniy davlat deyishga bo'ldi. Xudosiz deyishimning sababi Amerikaning muqaddas kitobi uninki Injil emas, balki uninki asosiy qonuni. Amerikaninki sekular payg'ambarlari ularninki davlat qurg'uvchi otalari. Faqat Xudosi yo'q Amerikaninki. Bu Amerika'nınki neçə yüzyıllardan beri demokratiyasınki en asas hulu bu. Bu hul aşu tabiatninki hukuk, tabii hukuklardan kelgan. Bunu Amerika'nınki şu qurg'uvchi otaları asas qonunga kirgizib muqaddaslaştırgan. Har qanday bir Amerikaning qalbida asosiy qonun mana shunday muqaddaslaştirilgan. Hatto nimadan o'ta muqaddaslaşgan bu. İncil'den öte muqaddaslaşgan. Bu keyin Amerikadagi sekularizm baş götürüp dinsizlik avıdı o. Ama asasen bu asas qonunga bo'lgan ishonish nim bo'lgan. Hamda bu yerda qisqa bir narsani, g'alati bir narsani qistirib o'tib ketay. O'sha Trump saylanishdan ilgari New York vaqt gazetida 4-5 maqola asosida e'lon qilinishga boshlagan. Ya'ni bizningki demokratlarningki uzil kesil
jamiyatni o'zgartirishga to'sqinlik qilayotgan ehtimol bizning asosiy qonunimiz bo'lishi mumkin. Asosiy qonunni elib olsak yoki uni o'zgartsak, oldimizdagi to'siqlarni supurib tashlashimiz mumkin ekan degan xalqlarni asosda shunaqa psixologiyasini yo'llantiradigan maqolalar e'lon qilinish boshlagan. Qo'rqinchli bu. Shundan Trump chiqdi hamda bu gaplar besiqdi. Ammo bu g'araz besiqmaydi, men deb qo'yay. Bu qo'rqinchli. Amerikani vayron qilgan vaqtida birinchi bosqich asos qonunni vayron qilish kerak. Chunki bir millatni vayron qilishdimi, uning ishindigan, u muqaddas bo'lgan eng muhim narsani, masalan, uningki dinini, uning kulturdagi qahramonlarini, uning eng esil narsalarini vayron qilgan vaqtda bu millatning ishindigan, cho'ng ko'rdigan, o'zidan faxrlanadigan yeri qolmagan vaqtda ishning o'rni tushidi. Uni tepib o'ynashga bo'ladi. Aynan qilayotganimizga bu. Ne qahramonlarimizni qolmadi yoki bizning dinimiz qolmadi, hammani vayron qilib bu xil nimani qilib o'xshash parallellik bor bu yerda. Amerikani vayron qilganlar bilan bizni vayron qilganlarning tükki nimasi biz muqaddas bildigan narsani muqaddassizlashtirish. Kallamizda vayron qilish. Hattoki eng razillari o'zimizdan qo'llarga vayron qilish. Endi gapim qaytib kelay. Kishilik huquq degan bu yangi gap bu. Ya'ni bu huquq degan ikki dunyo urushidan keyin, Yahudi qatlam bo'lgandan keyin bu urushninki, irqiy qirg'inchilikninki va hokim mutlaqlikninki zarbalarini dunyo ko'rgandan keyin dunyo xarakterlik avay men degan tabiiy huquqlarni insonninki g'ururiga bog'lab turib, insonni aqlga ega bir jonliq sifatida g'ururiga bog'lab turib, uni qonuniy ramkalarga silib ijro qilish zaruriyati bilan o'ttirg'i chiqqan narsa. Kishilik huquqning asosiy narsasi erkinlik shu. Onun da erkinlik var. Onun da mı insanlarınki mal-mülk egi buluş hukuku var, qatarlıqlar var. Erkinlik degan vaqtimizda mustaqillikning o'zi chiqadi. Bayqi birinchi jumlam keladi. Agar kishilik huquqni deyadigan bo'lsak, haqiqatan deyadigan bo'lsak, o vaqtda o erkinlik va mustaqillikni o'zi oladi. Ammo bizdan chiqqanlar ta hozircha ko'pinchisi Sharq Turkistonning besilingan zimin ekanligini demadi. Kishilik huquq deganlarni o'tirib qo'yib, buni degan vaqtidami insonninki tubki huquq bo'lgan siyosiy huquq, Uyg'urlarninki eng qo'ldan ketgani siyosiy huquq, iqtisodiy huquq, kultural huquq va boshqa huquqlar. Bularni desakmi yomon cho'ngishlar bo'ladi. Unda demaylar Xitoylar bizningki nimamizni qilib, ushaq-tushaq gaplarni qilib, bu davlatning ichilangan davlat ekanligi, bu davlatni asliga keltirmigicha shu buliq o'tirib qo'yayotgan kishilik huquq, mayli u tabiiy huquq bo'lsin yoki kishilik huquq keyingi ravoji bo'lsin, nimki hargiz amalga oshmaydiganligini o'tirib qo'ymadi qo'yamadi. Uni emas, hattoki o'zining davlatininki tarixdan beri kelayotgan ismini atashdimmi o'zini qochirdi. To'g'ri. Shuning uchun bu kishilik huquq saxt kishilik huquq bo'ldi. Chunki sen deyalasan, kishilik huquqninki mayli tabiiy huquq bo'lsin, yadrosi liberty. Liberty. Degan gap erkinlik, ozodlik degan gap bu. Uyg'urcha kengroq tarjima qilsak. Buni ishga oshirmoqcha boshqa gapning hammasi quruq gap bo'ldi. Buni qanday oshiramiz? Mustamlika oshirg'ul bo'lamdi? Bo'ldimi? Bo'lmadi, ham bo'lmaydi. Ham bo'g'zilmaydi. Shuning uchun kishilik huquq degan vaqtida bu yerda samimiylik kerak bo'ldimda. Desang, haqiqatda sening tarafingdan suyuldirilgan chet elliklarning achchig'ini keltirmay, o'zingninki net asr oqqan qonlaringga va o'zingninki qahramonlaringninki qabrida tik to'g'iz yutadigan ashunda xoyani gap, ularni xoyillarcha gaplarni qilish bilan vatanninki huquqlari ismi hech narsani demay turib, Uyg'urni anda qilyapti, anda bo'za qilmanda qildi. Nima shunday qildi? Buni oldin elish va buni hal qilishning asosiy tubki va odoqli chorasi nima? Buni demaydi. Buni hech qas demaydi. Uni qildi, buni Xitoy bizni unda qildi deblar. O'zini bichar ko'rsatib, nima deymiz, Uyg'urlardagi bir cho'ng bir narsa, self victimhood, ya'ni o'zini qurbonlik qilish. Har vaqt yig'lab turib, to'g'ri, yig'laydigan yerlarimiz yig'lash kerak. Ammo yeshimizni surtib turib, g'azab bilan o'zimizdan huquqni talab qilishni bilishimiz kerakdi. Kishilik huquq dal bizni yig'langa qildi. O'zimiz qilma hujumdan bizni atiblar, Amerikaninki har bir nimasiga nima qilib turib, esimga bizni tushib olamiz. Mandamada kishilik huquq deyildik deb xalqimizni o'zimizni aldab keldik hozirgacha.
Gepim tugidi bo'lunga men ehtimol buni keyingi savollarga chiqib qolib qolsa keng aytib deyishim mumkin. Rahmat. Amaliyotda mushni talishib ketadigan hozirgi sharoit yar bermaydi. Biz oldi bilan kishilik huquqdan kelmamdiq deydiganlar bor. Ammo kishilik huquqdan kelib, uningdagi mustaqillikni oldiga ish bo'lmaydi. U mumkin emas. Bu kishilik huquqni qilayotganlar Xitoyni oldiga berib, Xitoyga yolverdi. Namoyishni Xitoyni oldida qiladi. Mana bu Xitoyninki elchixonalar oldida, konsulxonalar oldida qiladi. Bu bir nihoyat ichinishlik bir ahvol. Seni izlayotgani, sening davlatingni ilib olgani shu. Sen berib uningdan nima talab qilsan? Bizga yaxshiroq ish qilib bergin, bak unda rayimsiz bo'lib ketmagan, shuni talab qilsa, bu aqlsizlik bu. Hamda bizningki hammadan bu aqlimizni lol qildigan yeri bizning sarxillarimiz, ziyolilarimiz. Davamlı qarşı milletçilik göründü, nəhayət aqıllı göründü, bütün zihnini milletə beriyotqandek göründü. Sorunlarda özününki milletə bolğan muhabbetini ifadelaydı amma haqiqiy yoki kelganda mustaqillikda turolmaydi. Bu odamni haddidan ziyoda ichintiradigan bir yeri. Boshqalarning qo'lqalisi yetmay qoldi deyli, ammo sarxillarimiz-chi. Mush banada mishada chiqib qoldi bu gap. Bizmi burun mushun deyishayli deb chiqib qo'ygan. Bizning millatimizning shunchalik ta'lim kelmagan millatimizga sarxillarimiz to'g'ri yerda turolmaydi. Bu bizni bek ichintirdi. Shunga bugun mushkab chiqib qoldi. Hamda buning oldida Xitoylarning yelisi chiqqo, nayranglar chiq. Hukumatimiz Xitoyning vatanni ziyorat qilish strategiyasininki qo'rqinchli g'arzidan ogohlantirildi degan temada bir xabar ishildi. Bunga siz bir bayonot beribsiz. Mushu temaninki halqiliq nuqtasini so'zlab beribsiz. Halqiliq nuqtasi Xitoyninki bir to'ziqiga hammamiz bilib bilmay tushdik. Ya'ni tushdik deganimiz Xitoy u qadar zo'r bir qirg'inchilikni olib borgan, u qadar zo'r bir Uyg'urlarni va boshqa turkiy millatlarni millat va xalq sifatida yo'qotishni ko'zlagan bir diktator, bir inson qalbidan chiqqan bir hokimiyatninki Uyg'urlarning bütün zaminini qabristonlikqa aylantirib bo'lgandan keyin men qabristonlikni yo'qlab kelinglar desa, ash qabristonlikni yo'qlab berish uchun top bilan bordi. Bağallarının hammasi chatroqdan o'tkazildi. Xitoyning chatroqidan o'tdi. Xitoy ularni qaytirib kelgandan keyin ularni eg'iz ochilmas qildi. Mana hozir hammani qarab qo'yinglar. Vatanga berib kelgandan qasi namoyish chiqdi hozir. Qasi siyosatga emas, hatto aqalli ijtimoiy faoliyatlarga keladi. Hatta meni yo'qlayolmaydi, mening yuzimga qarayamaydi meni. Nimishqa? Chunki oyada mening ismimni chiqarib, ana-manasini ko'zi ko'sib turib, ikkinchi ko'rmaydigan qilgan. Endi mening bilan, shaxsan mendek odam bilan bular o'tirsidiki, bu chegara asosan tugidi. O siyosiy faoliyat turib tursin, eng aqalli bir ijtimoiy faoliyatni bir yerda o'ltirishga bo'lmaydi. Men yolg'iz qolsam shunga rozi. Nimishqa? Chunki ular va'da berib, o'zining vijdoniga xilof holda siyosiy faoliyatlarga emas, siyosiylarning yeniga emas, hatto ishkining oldidan o'tmaysa degan va'daga qo'l qo'yib turib keldi bu yerga. Mushlar arzimda. Bu kadar g'urur setishga o'tirib tursin. Chunki g'ururing bag'andagi arzmaydi. Ishning g'ururi o'tirib tursin. Sen berib kelding ashaga, Xitoyning og'zida asha yaxshilab ketdi, unda olib ketdi, bunda olib ketdi. Xitoyning tashviqotini qilib, o'zingning o'ltirilgan qarindoshlaringning qabrisining ustiga dastlab kelding. Sening qarindoshlaringni o'ltirgan Xitoy bilan uningki yasab bergan qabr dastlab kelgan sening o'tirangda nima farq bor? Menga de buni. Menga deyemsan vijdoningga deb baq. Nima farq qildan oxirsida? Xitoy shuni qilmoqchi edi. Gördüngmi? Biz seni qirimiz, ham seni qirgan yerlarimizni manzilini ko'stimiz. Qirg'angim gap qilmaysan, manzilni ko'zatkim gap qilmaysan emas, balki bizni maqtaysa dedi. Shuni maqtadik. Dünya tarixida, ihtimal men bilgan dünya tarixida inson deganda o'zining xalqini qirg'anligiga
Qural bilan qarashtiranmasanmi, hech bo'lmasa duoying bilan qarashtir. Duoying bilan qarashtiranmasanmi, hech bo'lmasa dushmaningning chatirqidan o'tma deydigan bir gap bor. Xitoy qanday qilsa dushman bo'lib sizlarning nazar. Qanday qilpas bo'lib ham Xitoy hamda. Faqat sening o'zing o'tmaganlik uchun dushman bo'lmamdi Xitoy. Shuni qoldi. Ana shuni qoldi biz chet elliklar mush vatanga berib kelib qiyganlar ichida. Biz buning uchun bayonot berdik. Garchi u bayonot siyosiy nuqtadan haddidan ziyoda iliqi chiroyli gaplar bilan bezalgan bo'lsa-mu, ishning mohiyati bu. Biz mag'lub bo'ldik. Biz sharmanda qilindik. Biz g'ururimizni yo'qotdik. İşplaslıqımızda ifadıldık. Ben bunu cıq toxtulub ketken bir şey toxtulay söz sevim cıq cəhətdə. Hem de bu yana qandaq Xitayninki neyranları var, ben onu bilmeymen. Bizni aramızda bölüp boldu. Çeteldeki siyasi faaliyetlerimizni asasen palaçalığa düşürüp boldu. Asasen palaçalığa düşürüp boldu. Qandaq oldu dediği vaxtıda hatta ki şundaq yerge keldi ki bizning xelicik adamlarımız siyasi işlarınki, siyasi hareketlerinin, hükümetimizdeki ve müşahede ahir qisaqagan bir neçe adamlarımızdan veyran buluşunu xuddi intayin çoğun bir dramanın koyulucu kütkendek taqazzalıqla kütüyordu. Eğer bu işlerin hemmisi veyran bolsa, ahir skanda olduğu diye vakta, bana demedik mi? Bu işlerin ahir çıkmadan dedi. Muş bir türkümüz saranglı bakadı bakan müşahede, öz ahmak kılıp, biz ahmak kılıp oyundu bana. Bir şey obda yazsak buldu biz Xitoy bilen diye yege baranmavatıdı bular. Şu qadamni alanmavatıdı. Bizden xanı veyran buluşumuz ne? Xitoy bilan birlikte kurab çavak çağa vaqtida anadan keyin yo'l tugaydi, yo'l ichiridan keyin baramsa, kelamsa, qalamsa, nima qilamsa farqi yo'q endi. Bu o'zininki g'ururini, vijdonni o'ltirish emas, o'zi tirik to'g'izib o'ltirishninki eng qabihlashgan bir shakli. Men buningdan ortiq Uyg'ur tilida so'z topolmayman buningga. Ya hech qanday bir tilda buning bir loyiq bir atalg'i topolmayman. Buni biz qildirildik. Dünya tarixida hech qanday bir millat qilib batmagan ishni biz qildik. So'zim tugadi. Rahmat so'zlab berdingiz. Buni desek, masalan, bugun Kanadada bizning Sharq Turkiston surgun hukumatininki insonlari nurg'un odamlar chiqib 5 fevral g'ulji qirg'inchiligiga xotirasi bilan namoyish qildi. Uning oldida biz Amerikada qildik. Yana shu namoyish chiqadigan yana shular biz davomli chiqyapmiz. Shular chiqyapti. İnsanlarda hech bir o'zgarish bo'lmadi. Uning qetildiganlarni ko'rmadi. Ammo vaziyat nihoyat shiddatli o'zgaryapti. Xitoylar o'zining qilganlarini bizga unutildirib bo'ldi, dunyoga unutildirib bo'ldi. Endi oxirgi bosqichda qilganlarga bizni rahmat aytqizadigan, onunga bosh egadigan, onundan keyin chet elda madaniyat, Uyg'ur madaniyatini namoyon qildik degan bo'lib, lag'ma aytib, lag'man sotadigan, usul o'ynaydigan bir ish bilan o'zimizni qo'l qildik. Ya qanday qilamiz o'ylab biramdik deb bir gapni qildi insonlarimiz. Va shuning bilan ketamiz. Ammo inson bo'lmoqninki bir oddiy bir eng oddiy men insonmi deganga tushmaymiz biz hozir. Biz u millatchi buni qo'yib turayli. Bu qanday yashatsa, sen nimaga yashatsa, biz ko'rganlikni bundaq ko'rib ketgan, bundaq vijdonni ishlab ketgan insonlar bilan ish qilmoq tas, ammo bu programda bunday hayajonlanishning faqat o'rni yo'q. Lekin biz niyatimizni gelmaymiz, Memnun Allah efendim. Biz yana bu ishni davomlashtiramiz, toki siz aldaqatim bir programma degandek oxirgi bir odam qolgacha. Chunki bu bir insonning inson bo'lish burchi. Cho'ng gapni qo'yib turaylik, bir inson hayvon emasligininki birdan bir o'lchami. Bizning qilayotganimiz faqat shular. Uningda cho'ngishni qilmadik. Endi biz endi shunday bir ojiz xalq bo'lgandan keyin xalqaro vaziyatga bek diqqat qilamiz ekan, ishlarning o'ngishilib, bizning dushmanimiz bo'lgan Xitoyninki o'zininki jazosini tortishni kutamiz ekan hamda. Shunday ekan xalqaro vaziyat hozir bo'layotgan eng chong o'zgarish bo'layotgan Amerika. Trump huquq o'ltirgandan beri Amerika siyosatida chong o'zgarishlar yuz berdi. Hamda bizlar emas, odamlar Trump Xitoy bilan aytishimni qanday qildi deganni kutib turgan. Eng oldi bilan Amerika dollariga xarid qilayotgan BRICS degan bu organization, bular g'alaba qila olamdi. Undan keyin yaqinda Amerikada Elon Muskning boshchiligida bo'layotgan USAID degan
organga bo'lgan bir islohot. Bular nimadan derak berdi? O'zcha savolni bir so'rab etdim. O'zimizning gapi keladi. Albatta, cho'ng jihat ilib etgan vaqtida bizningki mustaqilligimiz xuddi dunyodagi cho'ng kuchlarning jumladan sobiq Sovet ittifoqining sotqinlik bilan qo'ldan ketgan bo'lsa, uning qo'lga kelishi dunyodagi cho'ng kuchlarningki sotqinligi va buningga qarshi bo'lgan harakatlaridan ayninki dinamiklik munosabatdan ayrilanmaydi. Dunyo qutblashayotdi degan vaqtimizda hozir BRICS bilan Amerika dollari, Amerika hukumati yetakchilikdagi g'arb o'rtasida bir to'qinish bo'ladi. BRICS ya'ni xish davlatlar degan vaqtda 5 davlatni o'z ichiga oladi. Bu xish davlatlarningki yaqinqi yuzlanishlardan intayin jiddiy bir dollarsizlashtirish bir yuzlanishni ko'ramiz. Bu shu Rossiya bilan Ukraina o'rtasidagi urush portlagan vaqtida Amerikaningki Rossiyaga yurgizgan embargolarning ichida birsi xalqaro nimalar SWIFT kodi orqali xalqaro qilib bilim berim ishini qilolmaydigan qilib qo'yganda, shuning bilan shu Rossiya shu chaqda Amerikaningki embargosidan qutulishningki birdan-bir yo'li Amerika dollari va Amerika va dunyoni kontrol qilayotgan xalqaro pul muomala sohasidan mustaqil bir para yoki unga parallel shakldagi bir pul muomala sistemasi qurib chiqish kerak ekan deb shuning bilan bu BRICSningki nishonni texnikani kuchaytirdi. Bu jihatda o'tgan vaqtda BRICSningki hamda bu BRICS davlatlarining ichida dunyoningki aholisini zo'r qismini egallaydi. Xitoyning va Hindistonning aholisi deb desa. Ikkinchisi bularning energiya nimasi bek zo'r. Rossiyaningki neft va tabiiy gaz, Braziliyaningki shundoq. Bularningki xalqarodagi cho'ng energiya bozor sohasidagi salmoqi intayin zo'r bularningki. Üçüncüsü bularning harbiy kuchi intayin zo'r. Hozir Amerikani titratishga boshladi hozir Rossiya bilan Xitoyning Xitoyning ba'zi nimalari, harbiy texnikalarida. Bu Amerika uchun nəhayət cho'ng bir tahdidlarning birisi. Hamda u parallel pul muomala sistemasini qurgan vaqtida buningga bir armiya bo'lmasin, harbiy kuch bo'lmasin bo'lmaydi. Amerikaningki buningga nisbatan ciddi bir qo'zg'algan vaqti kelib qoldi. Shuning uchunmi bu BRICS davlatlarininki kuchi intayin zo'r. Agar bu davlatlar Amerika dollarini ishlatmay, uni allabirun boshladi bular. Amerika dollarini ishlatmay, o'zining pulini ishlatsa va ularninki yana bir nima deydigan bir bankasi bor. Xalqaro taraqqiyot bankasi deydigan bir bankasi bor. Bular xalqaro pul muomala markaziy va dunyo bankasi qatorliqlardan mustasno va uning parallel shaklda shundoq bir bank sistemasini qurib o'tadi. Ammo bu xili tez tushdi. Bunda tez tushishning sababi bir necha xirslar bor bu xish davlatlar uchun. Birisi Rossiya bilan Xitoy o'rtasida cho'nqir bir ishonmaslik mavjud. Bu nimasi? Chegara davlat sifati bilan Rossiya Xitoyningki kelgusida Rossiyaning o'ziga oladigan bir qudrat egallab ketishdan qattiq qo'rqaydi. İkincisi şu degan vaqtda bu yerda asosli huquq xuddilikda ikki qo'shqani besh qozonda pishmabdi deb bu yerda Rossiya bilan Xitoyningki kelgusida qaror qilish bu ishlar jihatda xili zo'r huquq talashish va ta'sir va oxir qaror bilish tarshish jihatida ish bak o'ng'ayga tushib ketmaydi. Uchinchisi Rossiya hech zamon Xitoyningki butun dunyoni kontrol qiladigan birdan-bir super kuchga aylanib ketishdan ansiraydi. Hindiston bilan Xitoy o'rtasida cho'nqir ishonmasliklar mavjud. Braziliya hozir garchi solchilarning qo'lida bo'lsa-mu, ammo Braziliya kelgusida o'ngchillarning kuchini eshityapti. Bular Trump chiqqandan keyin dunyoda bir o'ngchillik iqlimini qaytadan qo'zg'atdi. Qatorliqda. Shu nuqtada elib etgan vaqtida hamda BRICSningki nima qilishi ta'sir kuchli. Ammo agar BRICS davlatlari kontrollikda elinmaydi ekan, xuddi Marco Rubio degandek, agar BRICSda taraqqiy qilib kelsa, biz hech kimni iqtisodiy jihatdan embargo yurgizib jazolamaymiz dedi. Bu sal külkilik gap, ammo Rasulning gapi. Külkilik bo'lishning sababi nima desa, Amerikaningki dunyoni ilgari bo'ysundirib kelgandagi eng cho'ng ko'zurning birisi ularga iqtisodiy embargo yurgizib, ashu davlatda qamal qilib turib, masalan Venezuelani deyli, Kubani deyli, Shimoliy Koreya deyli, shunday qilib kontrol qilib kelgan. Endi bu BRICS davlatlari buni buzmoqchi bo'lyapti. Uning ustiga diqqat tortarlik yerlari BRICSga a'zo bo'layotgan, a'zo bo'lishni kunsir talab qilayotgan davlatlarning ko'pinchisi Afrikadagi, O'rta Sharqdagi va
Latin Amerika'daki nurgun devletler var. Bu yerdeki en xatarlik ve 200. rolunu elevatkanlar O'rta Sharqdagi Müslüman devletlerini öz işe geldi. Bular Amerika'da mı yüzünü örmey, ular bilan yaqin o'tib o'tadi, ham Xitoy bilan yaqin o'tib turib, her ikki tarafdan foydalanishni ko'zlayotadi. En xatarliklar bular. En qo'rqinchli Saudiya Arabiston buning ichidagi. En qo'rqinchli 200-si va razil hokimiyat Saudiya Arabiston bo'ldi buning ichidagi. Turkiya ham bor buning ichida. Endi gapim qaytib kelsam, dunyoda hokimiyat tüzümünü sürüştürmeydiğen bu xil şekilde bula diktatör devletler, hakim mutlak devletler BRICS kiriş arkalık G'arbning embargosi, jazoلاshi ve türlü şekillerdeki yardımını bermeslik qatarlıq ahvallarının aldığını iliş ve onu da alqış için BRICS'ga a'zo bo'lishga kuchayapti. Agar shunda bo'lgan vaqtida Amerika dollarining xalqaro bozordagi ishlatilishi tuvallab ketadi u chaqda, chunki nurg'un davlatlar Amerika dollarini o'zining davlatining zapas puli sifatida xalqaro savdoga ishlatib emasmi? Amerika dollari ishlatilmaydi degan vaqtda Amerika dollarining hozirgidek dunyo bozorida aylanib menayotgan necha trillionlik nimasi tuvallaydi bu. Tuvallagan vaqtda Amerika dollarining kursi tushadi. Amerika dollarining asta-asta pahallashi kelib chiqadi bu yerda. Yani nurg'un davlat Amerika dollarini o'zining davlatining zaps qilmaydi da u chaqda xalqaro savdo ishlatmaydi buni. Shunda bo'lgan vaqtida Amerikaningki u boshqalarni jazolashimi tuvallaydi, boshqalar o'zining pulining kurishidi, xili zo'r darajada G'arb jumladan Amerika zo'r bir nimaga davolashga duch keldi. Endi gapim qaytib kelsam, savolingiz qaytib kelsam, Trump bu vaqtda texi aniq bir ifodani bildirmadi. Bildirmasligining sababi nima desa, BRICSga chiqilib qolsa Xitoy va Rossiya ikkisiga chiqiladi. Endi bu yerda Xitoyga chiqilish nuqtasidan elib o'tgan vaqtida buningdagi ehtimol Amerika bo'lib turib qarshi turish mumkin BRICS. Masalan, Xitoyga ayrim, Rossiyaga ayrim va boshqalar. Qaga uchbek muhim emas. Eng muhimi Rossiya bilan Xitoy o'rtasida. Hindiston ham muhim, lekin Hindiston hozircha Hindistonmi 200-chirak rol o'ynayotadi. Amerikadan mehrini uzanmaydi, Rossiya va dimi mehrini uzanmaydi. Gerçi Xitoy bilan niyati bo'lsin, ziddiyati bo'lsin. Hamda Xitoy bilan bo'lgan ahvolda bu qitim yaqinda ko'rdik. Yaponiyaning tashqi ishlar vaziri, ya'ni bosh minister keldi Amerikaga. Amerikaga kelib 1 trillion dollarlik mablag' soldiganligi, bu mablag'ninki ko'p qismininki Amerikaningki mashin sozligiga silindiganligi qatorliq va'dalarni. Nima qilyapti Yaponiya desa, Amerikaningki yordamini mablag' solish orqali qo'lga keltirmoqchi bo'lyapti. Şunun bilan bular Tayvan meselesi to'g'risida azroq jiroqdan bir uchurlarni berib o'tib ketdi. Yaponiyaning nima degan vaqtda Amerika bilan qaytadan yangi munosabat qurish orqali AQUAS deydigan, ya'ni Avstraliya, Yaponiya, Amerika, Ben tüm neler pandemiyki 4-chi taqsiqto'g'ay to'xtab qoldi. Gapning oxirini davomlashtirib o'tayli. Xuddi men tüm neler pandem degandek BRICS'ninki taraqqiyotda agar yurishib qolsa Amerika dollariga cho'ng xirisib keldi. Ammo bu qitim Trump huquq o'ltagandan keyin bularga bir ogohlantirish berdi. Agar kim dollar ishlatmayman deydi ekan, uni 100% boj qo'yman deb oldi bilan Rossiya chiqib, yo'q biz unda demidi, dollar ishlatamiz deb ifoda bildirdi. Demak bu yaxshi qarab ketyapti. Asli biz Amerikaning sirtqi yordam bergan USAID to'g'risida qilishmoqchi edik. Mamtunlar pandemiyki 4-chi taq chiqib qolgani uchun yaqinda Elon Musk'ningki riyosatchiligida Amerikaning USAID degan organningki puli tekshirilib, buning ichidagi nurg'un cheriklik bayqaldi. Bu taxi dastlabki tekshirilgan dastlabki organ. Bu orqali bular birisi cheriklikni bayqash, yana birisi pulni tejash. Undan keyin ortiq odamlarni qisqartish degandek bir ishlarni o'tirg'a chiqdi. Hozir ham bu yerda cheklanmay boshqa yerlarda. Hatto Pentagonda, undan keyin boshqa organlarda bu tekshirishni davomlashtiryapti. Masalan, healthcare deymiz, meditsina tarafdan boshqalarning salomatligiga xarjlagan pullarni hamma tashkilotida bundan nurg'un chiriklikni bayqadi. Yaqinqi hukumatningki
biz dahi hükümetde bunday çoğun özgürlüklerini görüp bakmagan biz Amerika kelip saylamdan keyin hükümette bunda çoğun özgürlük olganı görüp bakkan Amerika'da hazır nayet çoğun özgürlük olatıdı. Hükümet ıslahatı da olamdı, siyasi özgürlük de olamdı. Hem de biz köydük tünügün Japon'unki baş ministerliğim köreşti. Bular Xitayga hili qattiq bir bayanat berdi, ikisi birleşip. Xitay bilan qarşılaşadigan tarafdan hili ümit çoğunda ko'ryapmiz hozirgi vaziyatda. Mushunda mengishini Xitoydagi virusni hozir men tunala efendim kirdigandek turdi. Xitoyning virusining hisobini elishini kutib turyapmiz hamda agar Alloh insofini bersa bunun bir sorgu bo'lib qolsa deb turyapmiz. Men tunala efendim men kirdim debdi ammo nimada ekranda chiqmadi. Qani yana bir 2 minut saqlab boqili. Trump chiqqandan keyin Amerikaningki vaziyat to'g'risida paranglasak, Trump chiqqandan keyin haqiqatan qanday bir ishda cho'ng o'zgarish bo'layotdi. Masalan, eng oddiysi bu Amerikada bir Kennedy Center'da bir opera qo'ydigan bir organ bor edi. Ayni chog'dagi Prezident Kennedy qurgan va cho'ng operalarni qo'ydigan bir xil o'yin qo'yish markazi. Buni tuyuqsiz Trump chiqib buyruq beriblar. Buningki ichidagi odamlarni qisqartib, o'zi boshliq bo'ldi. O'zi boshliq sevildi. Bu nima desa, bizningki Amerikani gullantirish siyosatimizga mos kelmagan odamlarni ishlatmaymiz deb. Buningki bir qiziq yeri, mushning oldida bular Xitoyni taklif qilib, Xitoyningki markaziy faoliyat umiga kelib, mishar o'yin qo'ygan. Buni aytdi bir kulkilik gap bo'lganda, Amerika bilan Xitoy qarshilashayotgan bu mezgilda Xitoyning odamlari kelib, bu DC'da o'yin qo'ydi degan gap buni aytdi. Bu kulkilik ishning birisi. Undan keyin bu agar Xitoy qarshi turman degan bo'lsa, nima deb bu ishni qildi deb tursam, degandek mana tunigan chiqqan xabarda bu Kennedy Center'niki odamlarni almashtirib, bu yerda bundan keyin Amerikaning manfaatiga mos kelmaydigan o'yinlar qo'yilmaydi degan bir gap chiqadi. Hamda hammasini yig'ishtirib aytsak, vaziyat yaxshi. Xitoy bilan qarshilashadigan yo'lga mengish yo'lnishir ketayotganda qildi Amerika. Bundaq fursatda biz o'zimizning irodasini ifodalab turishimiz, bizningki mustaqillikdan yanmaydiganligimizni, bizning mustaqilligimizning bizga emas, butun dunyoga ta'sir borligini, agar bizdan o'tib ketsa Xitoyning butun dunyoni yeb ketadiganligini bildirib turishimiz shart bo'ladi. Bizning hukumatimizga tushgan va bizning xalqimizga tushgan vazifa mush bo'ladi millatda. Biz mush irodamizdan yanmasaqlar, boshqalar ko'radi. Agar men tunala efendim kiremeydi ki ben kirelmedim deydi. Andak olsa bugünkü programımız müşahede ahırlasın. Kiler katılımlık programımızda bizimki Saragül Hanım. Benim cümleler efendim kireldi. Ay. Gepnin ahırını. Ben ne geldim hem de hazır. Trump'ninki maven USA'dikiley. Okey. USAID Amerika'nınki tarihideki en çok seçiliklerinin birisi. USAID dediğimiz Amerika'nınki US Agency for International Development diyen yani halkara yardım veriş organı Amerika'nınki en çok yıllık hamçote 44 milyar. Hem de hazır bu aslında bana azrak ağ konuşuyorsam Trump, Elon Musk arkalık önümlüküne organını kurgan, department degan organda tercüme kıldı. DOG'ni kurgan. Şuna USAID'den başladı. USAID'den başlayıp bunu ahirsen ND'ye mi geldi? ND'ye dediğimiz fondiydi. Kurultaya Kennedy'ninki hamçote bu
to'rimizdan chiqib chiqdimi, bu alqiliq kelganda bu gap uzilib ketdi. Bu tekshirish Mamtun Ali afanim degandek eniyligim kelyotidi. Keldi. Ishni qilib hukumatning pulini qalayimqan xajlagan, chiriklik ishlatgan, Amerikaga foydasi yo'q ish ishlatgan har qanday tekshirilyotidi. Nayt tez suratda o'tirg'i tashlanyotidi. Endi bu tekshirishlarning oqida xalq turyotidi. Nurg'un qarshiliklarga uchrayotgan bo'lsa, ammo Amerika xalqi buni zot deb chiqamiz, buning surishtisini qilamiz deb bu cho'ng bir ishga aylanyotidi. Hatto Pentagon bu Amerikaningki, harbiylarningki bash markazi buni tekshirib olgan bo'ldi. Demakki, bu bir cho'ng olamshumul ishlar bo'latidi. Bo'lsa Amerikada mush ishlar mush bo'yicha yurishib mangsa, dunyo to'g'ri yo'lni qarab mangsa, ham ishlar yaxshi ketadi deb o'ylaymiz. Endi Mamtun Ali afandimningki to'g'ri sababli biz bu programmamizni shunday oxirlashtiramiz. Kelar hafta bizningki muavin Cumhur Reisimiz Sayragul xonimning kitobi to'g'riliq suhbatga kirishimiz. Hammalarningki vaqtida qatnashib berishlarini umid qilamiz. Hammalarning mush vaqt xayrli bo'lsin. Bugungi programmamiz shunday oxirlashdi. Alloh qo'manin. Xayr xo'sh.